Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Saytimizda demak tayanch reja qanday shakllanadi? Hozir birorta sinf ham qo'shilmagan bu saytimizda. Demak, tayanch rejada ham hech qanaqa ma'lumot yo'q. Sinf qo'shib ko'ramiz. Misol uchun, birinchi A sinf qo'shdik. Tayanch rejaga kiradigan bo'lsak, mana tayanch reja hosil bo'ldi. Demak, birinchi sinfga mos bo'lgan fanlar chiqyapti. Endi bitta yuqori sinfdan qo'shib ko'ramiz. Misol uchun, 6 A sinf. Uni 24 ta qilib qo'yaylik. 6 B sinf qilamiz, 25 ta qilib qilamiz. 6 B sinf. Mana 6 B sinf 25 ta bo'lib qo'shildi. Mana endi tayanch rejaga kiradigan bo'lsak, mana tayanch rejada o'zi avtomatik chiqarib beradi. Demak, ikkita sinf qo'shdik, biri boshlang'ichdan va yuqoridan mana bo'linadigan sinflar demak. Hop. Rus tili fani 4 soat bo'lib qo'ygan bo'linish hisobiga. Hop, chet tili fani ham demak 8 soat bo'lib qolgan. Bu chet tilini qanday qilib o'zgartiramiz? Tahlillashni bosib, demak mana bu joyda fanni nomini ham o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Nemis tilimi, fransuz tilimi yoki boshqa qaysi fan bo'ladigan bo'lsa. Keyin yana bitta narsa, ayrim maktablar so'rashyapti. Ixtisoslashgan maktablarda demak fanlarni qanday qilib belgilaymiz? Agar sizni maktabingiz biror bir fanga ixtisoslashgan bo'lsa, demak ixtisoslashgan fanni belgilaysiz. Demak, bu joyda qaysi fanga, matematikaga ixtisoslashgan bo'lsa, matematikani belgilab qo'yasiz. Yopishda bosamiz. Demak, matematika fani mana ixtisoslashgan bo'lib belgilanib, o'sha 2 barobar darslari ko'payadi va bo'lib o'tilishi mumkin. Agar xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa. Keyin demak tayanch reja xuddi shunday sinflarni o'zi shakllantirib chiqsangiz tayanch rejangiz hosil bo'ladi. Bu demak ta'lim rus tilida olib boradigan sinflar uchun ham, o'zbek tili uchun ham hammasiga demak tutsa bo'ladi. Bu joyda demak dars taqsimoti, demak siz darsni taqsimlaganingizdan keyin tayanch rejaga kiradigan bo'lsangiz, biriktirilgan darslar chiqadi. O'sha biriktirilgan darslarimiz agar hamma darsni biriktirgan bo'lsangiz 0 bo'lib qoladi. Necha soat qolgan bo'lsa o'sha joyda ko'rsatib turadi. Misol uchun bitta ona tili darsini taqsimlab ko'ramiz 6 A B sinfda. Dars biriktirishni bosamiz. Bitta o'qituvchi ona tili fani demak 4 soatidan 4 soatni belgilaymiz. Demak, 6-sinf va 6 B sinfni qo'shamiz. OK tugmasini bosamiz. Tayanch rejamizga qaytib ko'ramiz. Mana biriktirilgan darslar mana ona tili fani demak 6 va B sinfda 00 bo'lib qoldi. Bu biriktirilgan soatlar. Birorta soat qolib ketmaydi. Agar oshcha berib qo'ysangiz ham demak mana joyda +1 bo'lib hosil bo'lib qoladi. Hozircha mana shu joydan oshcha berib qo'yadigan bo'lsangiz +1 bo'lib chiqib qoladi. Yana qanaqa savollar bo'lsa, demak mana shu dars jadval guruhimizga yozishlari mumkin. Hammasini batafsil tushuntirib berishga harakat qilamiz.